Xitoy taratqularida Sharq Turkistonning G'o'lji noyisining Qarayag'ash yezisiga joylashgan Xitoyning G'arbiy diyor oltin koni elichaklik mas'uliyat shirkatining yer osti konida 24 dekabr kuni kon o'rilish voqeasi yuz berganligi, voqeada 18 nafar ishchining kon ostida qapsilib qolganligi xabar qilingan edi. Erkin Osiyo radiosi muxbirining G'o'ljidagi aloqador organlarga qarta ilib borgan telefon ziyoratlari davomida mazkur 18 nafar kishining ko'pinchisining Uyg'ur ekanligi ma'lum bo'ldi. Aniqlashimizcha, qutqizish harakati navbatda 5-kuniga qadam qo'ygan bo'lsa-mu, ammo kon ostiga qapsilib qolgan ishchilardan birasining texi qutuldirilmaganligi oshkorlandi. Amerika, Italiya, Yaponiya, Malayziya, Tayvan va Hindistonni o'z ichiga olgan nurg'un davlatlar Xitoydan kelgan yo'lovchilarga Xitoy virusi tekshirishi va turli cheklamalar qo'yishga boshladi. Bu ahvolga qarata Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Binbin g'arbiy davlatlari va taratqularni Xitoyning vaziyatini mubolag'alashtirish va burmalash bilan aybladi. Amerika Avam palatasi xavfsizlik masalasini o'ylashib, hukumat aloqa vositalarida TikTok ishlatishni cheklagan. Bosh shtab Xitoyda bo'lgan dunyoda eng ko'p xaridor to'plagan ijtimoiy aloqa vositasi TikTok yillardan buyon Xitoy uchun uchur to'playdigan josuslik detali deb qaralib kelgan edi. Avam palatasining bosh ijroiya amaldori barliq Avam palata a'zolari va xizmatchi xodimlarga uchur yo'llab, TikTokning xavfsizlikka og'ir tahdid ekanligi, shunga Avam palatasi qarmog'idagi barliq uskunlardan uni o'chirib o'tish kerakligini aytgan. Yaponiya hukumati Xitoyning rayondagi ta'sirining kuchayishi va Shimoliy Koreyaning boshqariladigan bomba tahdidiga qarshi harakatga o'tdi. Tayvanga 110 kilometr keladigan Yonaguni orlig'i boshqariladigan bomba o'rinlarining o'rnashtirilganligi e'lon qilindi. Davlat matbuotlarida Xitoyning Tayvan bo'g'ziga bo'lgan ta'sirining kuchayishi sababidan Yaponiyaning bu orolga boshqariladigan bomba o'rnashtirishni tanlaganligi ko'rsatildi. Xitoydagi yuqumning eg'irilishi bilan ishlab chiqarish miqdorining tuvanlishi va ta'minlashning kechikishi sababidan Alma va Tesla'ning pay cheki tuvanlamoqda. Alma shirkati payining 2021-yil 6-oydan buyongi eng tuvan saviyaga yetganligi, Tesla'ning pay chekining 2021-yil 11-oydan buyon 73% tuvanlaganligi o'ttirg'i qo'yildi. Xitoyning Xanan o'lkasining markazi Jingzhouda ko'rilgan quyuq tuman daryo ustidagi tosh yo'l ko'rikida zanjirsimon qatnash hodisasiga sabab bo'ldi. Az deganda 200 mashina o'zaro so'qilib ketgan hodisada necha 10 mashina va yuk mashinasi bir-birining ustiga chiqib ketdi. Yerlik manbalarning bayonotida voqeada bir kishining qazo qilganligi, o'nlagan kishining yaralanganligi bildirildi.